O'zbekistonlik migrant Rossiyada qahramonlik ko'rsatdi. Gap shundaki, Sankt-Peterburg shahrida ko'p qavatli uylarning birida 7-qavatdan 6 yoshli bola pastga qulagan. U ochiq deraza yonida planshet o'ynab o'tirgan va sirpanib ketgan. Dastlab karnizni ushlab osilib qoladi. Ayni shu paytda pastda ko'cha tozalayotgan o'zbekistonlik Xayrulla Ibodullayev osilib qolgan bolani payqaydi. Unga baqirib, derazadan uzoqlashish kerakligini aytadi. Biroq bola qo'llarini qo'yib yuboradi va pastga tushib ketadi. Uni Xayrulla Ibodullayev tutib qoladi. На окне играет там. Я сказал, иди домой, там кричили. Он не слышали, там ребенок не слышали. Потом он упал. Я вот так я держали, ноги здесь ударили. Потом тоже я упали потом. Ага. Что было дальше? Дальше потом он воздуха нет. Так я слышал очень сильный ребенок. Потом я массаж я делал. Потом так, это как называется, не знаю это. Потом я слышал, так сказал. Потом все нормально. Shundan so'ng bolani pod'ezd ichiga olib kirib, uni o'ziga keltirishga urinadi. Bu orada qo'shnilar tez yordam chaqirishadi va u shifoxonaga yetkaziladi. Uning onasi bu paytda oshxonada bo'lgan. Bolasi yo'qligini esa 10 daqiqa o'tgachgina payqaydi. Hozirda bola reanimatsiyada ekanligi ma'lum, ahvoli esa barqaror deyilmoqda. Bir necha joyi singan, oyog'i hamda ichki a'zolari shikastlangan. Bolaning yumshoqroq joyga qulashi uchun ko'ksini tutib bergan o'zbekistonlik erkakning ham qovurg'asi singan. O'zbekistondan Rossiyaga ishlash uchun borgan bu qahramon Xayrulla Ibodullayev 36 yoshda. U ayni paytda Peterburgda Petrozavodskaya ko'chasidagi uylarga xizmat ko'rsatuvchi pudratchi tashkilotda 4 oydan buyon ishlamoqda. Ma'lum bo'lishicha, uning O'zbekistonda oilasi va 4 nafar farzandi bor. Pudratchi tashkiloti rahbariyatining bildirishicha, shu qisqa vaqt ichida Xayrulla Ibodullayev mas'uliyatli va mehribon inson sifatida o'zini ko'rsata olgan. Mazkur voqelikni tarqatayotgan nashrlarning xabarlarida bu voqea boshqacha yakun topishi mumkinligi, ammo o'zbekistonlik oddiy farrosh jasorati tufayli bola hamon hayot ekanligi yozilmoqda. Xayrulla Ibodullayev shu orqali Solovyovdan tortib Valuyevgacha o'zbeklar qanday inson ekanligini isbotlab qo'ydi. Fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda albatta yozing. Yoshlar ovozida qoling.